Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Jaydari bola kanalining obunachilar. 2025-yilda birinchi qo'l akalardan, ya'ni so'rilarni qaranglar. Kimdir kravat deydi, kimdir so'ri deydi, kimdir tapchan deydi. Hamma har xil ataydi qadrdonlar. So'rilarimizni xudo xolasa sizlarga qaranglar. Bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasiga kelganmiz. Mana buni qaranglar. Kachelar desalar, kachelar. Birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi akalar xonadonida turibmiz mana. Dehqonchilik akalar. Kachelarni ham xolasizlar, mana bunda tentli, leksantli, har xil turidan bor ekan. Kimga shunaqangi kachelar, besetkalar, so'rlar kerak bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Undan tashqari mana buni qaranglar. Stullarimiz har turidan bor qadrlar. Mana bunday dashni stullarimiz. Xudo xohlasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotini beramiz. Hozir sotuvchi akamiz bilan birgalikda. Assalomu alaykum usta aka. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Tuzimisiz? Yaxshi bo'lgan. Ko'rmasin aka. Rahmat, Xudoga shukr. Ramazonga zo'r bo'pti inshaalloh. Ha, endi yangiliklar hamma bob qilib qo'ldan kelgancha qilyapmiz-da, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Aka bu nechiga necha so'rimiz? Bu 2.70 so'ri. Naqshli deymiz buni. Hamma joyi naqshli. Mana oldilari ham naqsh, Xudo xolasa. Şu materiallarımızdan sasna material. Bu so'rimizning oyoqlari tol. Toldan bo'lgan, quruq, xudo xolasa. Keyin buni yong'oqli ham bo'ladi, chinorli har xil. Lekin hamma materialimiz qattiq, zo'r. Quruq, xudo xolasa. Behijolat. Narxi necha pul aka buni? Buni narxiga kelsak, bularda 3,5 million so'm beryapmiz. O'sha anaqa Ramazon oyi uchun skidkalar qilib, xudo xolasa yaqin atroflarga dastavkalarimiz bepul. Shuni pulni ichida, xudo xolasa qilib beryapmiz. Qo'ldan kelgancha. Necha kishilik endi bu aka? Bularda 6 kishi, 7 kishilik deymiz buni. Chunki bitta oila 6 kishi, 7 kishi bemalol o'tirib, xudo xolasa maza qilib o'tiraveradi. Sig'averadi. Mana bunimizcha. Bunisi aka 2 metrga 2,5 metr. Oddiy so'ri deymiz buni. Oddiy so'ri. Hamma joyi sasna material, oyoqlarigacha, hammagacha. Lagalari ham mana 4 tadan bo'lgan. Lagalar ham 4 ta. Xudo xolasa 4 tadan. Narxi necha pul? Baquvvatligi ham juda baquvvat. Buni narxiga kelsak, buni 2 million so'm beryapmiz. 2 million. Dastavkalarimiz bepul. Keyin buni artish ham osonda. Hali bemalol nima qilib chang-pang bo'lsa, artib qo'yilaveradi, silliq narsa. Silliq narsa. Behijolat. Mana bularda endi guli ko'p, o'yilgan joylari ko'p, ko'proq qolishi mumkin-da endi. Endi changli joylarga qo'yib bo'lmaydi buni. Misol chiroyli chang kamroq joylarga qo'ysa bo'laveradi. Keyin tez-tez artib turish kerak. Toza turadi. Chiroyli toza tutsa. Xudo xolasa, Mana bu dashni stullarimiz mana akamiz terib qo'ydi hozir. Serob xudo xolasa. Bularimiz hozir nechtalik endi jami nechta odam o'tiradi? Bularda endi katta odam bo'lsa, endi men 2 kishi o'tiradi. Agar o'rtacha odam bo'lsa, misol 3 kishi baqa, 3 kishi baqa, 2 kishi bittadan o'tiraveradi. 8 kishilik deyiladi-da. Necha pul aka bu kampir? Buni narxiga kelsak 1 million 900 ming so'm beryapmiz. O'zi aslida 2 million so'mlik narsa 1 million 900 ming qilib qo'yganmiz. Arzon Ramazonga. Endi bunday duo qilib, iftorliklarda maza qilib, duo qilsa, ajmamas xudo xolasa bizga ham tegib qolsa. Gap bo'lishi. Inshaalloh. Juda ham zo'r. Endi bu yerda kachelarimiz ham turibdi mana. Bu kachelarimizda aka hammasini o'tirg'ichi, mana uzunligi anaqalari bir xil. Mana orqalari yotadi, mana zanjirlari bor. Xohlagansiz yotib, turg'izib olaverasiz. Bemalol. Uchishlari ham yengil, behijolat, xudo xolasa. Faqat buni farqi tepasida. Bu leksanli, uni bannerli. Bannerli necha pul, leksantli necha pul? Bannerlini 3 million beryapmiz. Mana leksanlini 3 million 200 ming so'm beryapmiz. 200 ming farqi bor. Pachimliklari ham baquvvat, xudo xolasa, hali mustahkam, kichkina pachimlik bas. Baquvvat odamlarni ham bemalol ko'taraveradi. Bemalol mana hozir shunday uchib ko'rsak ham mana qarang. Men ham misol bemalol mana mahkam yutsangiz ham bo'laveradi. Qulayligi zo'r, xudo xolasa, ham yengil. Zo'r. Mazza qilasiz. Gap yo'q. Xudo xolasa. Mana bu so'rimiz aka. Bu juda chiroyli ekan, yangicha oyoqlari ham. Bu oyoqlarini ham mana yangi bu yilga fason qildik mana. Lola gul qilib qo'ydik, lolaga o'xshatib. Shuni laklanganini ko'rsataylik aka, bu hozir laklanmagan. Yo'q, pardoz qilinmagan bu. Mana bu laklangan holatimi? Bu mana hozir laklandi. Mana. Oyoqlari ham boshqacha gul bo'lganda, yong'oq oyoq. Xudo xolasa behijolat. Lagalari ham 5 tadan qo'yilgan.
Endi o'tgan yili 4 ta qo'yardik. Aha. Endi qarasak jicha nima bo'lib qoldi? 5 ta qo'yib qo'yapmiz. Chunki baquvvatroq Yana endi. baquvvat bo'ladi aka. Xudo xolasa. Buni 2,5 metrga 3 metr katta razmerda bu. 10 kishi, 9 kishi, 10 kishilik deymiz buni. Narxiga kelsak, narxi o'zi 4 million 300 ming so'm sotaverdik. Endi mana gullari, to'rala oyoqqa gul pul qilib turib 200 ming so'm qo'shildi. 4,5 million so'm beryapmiz buni. 4,5 million so'm. Lekin xudo xolasa juda baquvvat chiqqan, quruq. Materiallari ham. Juda ham zo'r. Mana Shu 2 yil, 1,5 yil saqlangan yong'oqlar, oyoqlar. Hoji aka xohlagan razmerga qilib beraverasiz, a? Ha, zakas Uyni xo'jaligiga qarab katta kichikligini. Ha, bemalol. Masalan, joyiga qarab ham qilib beradilar, faqat endi ularni vaqti bo'lishi kerak, kutish kerak ozgina. Chunki mana zakaslarimiz nima bo'lib, yolg'onchi bo'lib bo'lmasligimiz kerak. Gap. Xudo xolasa. Keyin Honeyda ham bitta naqshli so'rimiz bor edi mana. Aka, ana shu ham juda chiroyli chiqdi. Mana. Mana shu. Mana bozlariga naqsh urib qo'ydik mana. Mana yoqqa joylariga. 2 270 so'rimiz. Sasna material rossiyskiy. O'sha naqshli so'rimizning razmeri bir xil. 6 kishi, 7 kishi bemalol o'tiraveradi. Narxiga kelsak 2,5 million so'm berib yuboryapmiz. 2,5 million. Ha, xudo xolasa. Arzon. Zo'r. Katta so'rilar. Mana bunisi aka. Bunimiz endi mana qarang, haligi 2 ga 2,5 2 million dedik-ku. Shuni 2 10 ga 270ligi. Hamma yo'li bir xil o'sha bilan. Narxi 200 ming so'm farq qiladi. 2 million 200 ming so'm. Lekin razmeri 10 sm bag'idan 20 sm bag'idan katta xolos u bilan. Lekin hamma yo'li bir xil, fason, lak, pak hamma yo'li bir xil. Xudo xolasa. Besvetni bilan mana svetni lakingizda qilib bersangiz puli qo'shilib qolmaydimi axir aka? Ha, bunaqa svet, mebelni demoqchisiz. Mebelni. Yo'q, bizda oldindan aytilsa, shu sepib bering mebelniga desa, narx qo'shmaymiz. Agar mabodo lakni ustiga sepib bering desa, iloji yo'q, yana bir banka lak olib turib hisoblaymiz uni. Ammo xizmatimizga o'shanda ham pul olinmaydi. Sepib beraverib, mehnatga qo'shib ketaversangiz, bu oladigan odam ham og'rinib qoladi. Gap yo'q. Har narsaga pul qo'shaverar ekan dedi. Shu so'rimiz nech pulida endi aka? Bu ham xuddi o'sha haligi yong'oq oyoq, lola gul nima qilib atir gulga o'xshatib gul ochilgan, o'sha 4,5 millionlik so'rini pardoz qilinmagan holati bu. Mana hozir men najdak shlifovkalar qilyapmiz qo'lda. Bir qator qo'lda shlifovkadan keyin lak chachamiz. Xudo xolasa. Polni yong'oqdan egalarga yong'oqdan ham bor. Bor, xudo xolasa. Endi mana bizga kelsak mana. Bu oyog'i chinordan, qolgan joyi sasna rossiyskiy material, xudo xolasa. Faqat mana buni taxtasi polni yopiq. Ko'ryapsizmi? Materialni hisobiga, material jicha ko'p ketganini hisobiga buni narxi 5 million bo'lib qolgan. O'zi asli 4,5 million. Shunga 5 million bo'lib qoldi. Iloji yo'q, chunki material ko'proq ketadi. Mana buqoqlari bor oldida. Endi xohlovchilarga. Xudo xolasa. Zo'r. Endi hoji aka, o'sha necha kilometrgacha dastavkasi ichida deyapsiz endi? Endi to'g'risini aytsam aka, kilometrda aytmaylik. Chunki masalan kilometr o'lchab yotmaymiz. Borib hali uyda egasini ham shuncha pulga narsalar og'rinib qoladi. Misol vaziyatga qaraymiz, o'sha tomonga 2 ta 3 ta so'rimiz bo'lsa, Andijon, Namangan, bag'i o'sha Tojikistonning chegarasi, mana Yaypan Beshariq tomonga bepul. Chunki masalan 2 ta so'ri olib borsam, metanni puli ketyapti, boshqa ketyapti, unaqa rasxod bo'lgan yo'q. Shu odamlar bizdan olgan odam maza qilsin, xursand bo'lsin. Zo'r. Xudo xolasa. Endi 100 ming, 200 ming so'm bilan narsa bo'lib qolmaydi. Endi mana bu aka yong'oq so'ri, hamma joyi yong'oq, oyoqlari ham o'sha loladan qo'yilgan mana. Faqat buni tagini o'zi mana shuni o'zi aynalasi sasna xolos. Endi oyoqlari mana gulli oyoq. Bu fasoni endi yong'oq oyoq bu ham, fasoni ham boshqacha, keyin mana ustiga chiqib mana o'rtasi mana sentri, sentrga chiqsangiz ham o'zingiz ko'rib turibsiz. Bunaqa shatka anaqasi yo'q. Tagiga balkalar ham o'sha qo'yilgan zo'r qilib. Faqat endi buni narxi jicha qimmatroq, chunki rasxod ko'p, qimmat bitiradi qismini. Yong'oqdan bo'lganligini hisobiga buni aka $1,700 aytyapmiz, endi kelishamiz.
Buni plyusni kim olsa ham o'zim olib borib uyiga tushirgizib, joylashtirib berib kelaman. Chunki mana oyoqlari bor-da, oyoqlarimni o'rnashtirib joy-joyiga qo'yib berib kelmasangiz, jicha noziklik joyi bor. Ana et-betini urib olsa, mabodo endi. Bo'lmaydi-da, qimmat narsa demoqchiman, xolos. Lekin baquvvatligi Xudo xolasa o'ta baquvvat. Behijolat. Qadrdonlar, Jaydari bola kanalini qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Xudo xolasa telefon qilsalaring ekranda nomerlar bo'ladi, arzon narxlarda qilib berishadi. Bitta mana shu Ramazonda mana shu mehnatkash akalarning mehnatini qadrlab, shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatilloh bo'lsin.